Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun nerva ojizligi va uni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi nerva ojizligining nima ekanligi, uningki alomatlari qandaq bo'lganligi, uning nima sababdan kelib chiqarganligi va uni bir taraf qilishda qandaq usullarningki borligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tma. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Nerva ojizligi eng burun 1829-yili nervlarning mexanik ojizligi uchun qo'llanilgan atalg'u bo'lib, nerva kasalliklari doktori George Miller Bird 1869-yili bu atalg'uni qayta o'tirg'a qo'ygandan keyin 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida Shimoliy Amerikadagi asosliq kasallik diagnoziga aylangan. Ya'ni bu atalg'u ayni vaqtida keng qo'llanilgan. Nerva ojizligi atalg'usi Dünya Səhiyyə Təşkilatının xalqaro kasalliklarni turiga ayirishning 11-ci qatimliq tuzilgan nusxasidan va Amerika Ro'y kasalliklar jamiyatining Ro'y kasalliklarga diagnoz qo'yish va statistika qilish qo'llanmasidan chiqarilib tashlangan. Ya'ni hozirgi g'arb tibobatida bu atalg'u bir kasallik ismi qatorida qo'llanilmaydi. Ammo Xitoyning davlatlik Ro'y kasalliklar jamiyatining Ro'y kasalliklarni turga ayirish qo'llanmasida bu atalg'u davomli qo'llanilmoqda. Shu sababdan bizning vatandami bu atalg'u keng qo'llanilib kelgan, hali ham qo'llanilmoqda. Shunglashqa qarindoshlarning bu kasallik to'g'risida az-to'la tushunchaga ega bo'lib qilish uchun men bu kasallikningki alomatlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Undaqda bu nerva ojizligi deganda qaysi kasallarni ko'zda tutadi degan vaqtida nerva ojizligi arg'inlik, mag'dursizlik, bosh og'rish va oson ochiqlanish qatorliqlarni asosli kasallik alomati qilgan, diagnozi aniq bo'lmagan kasallik ahvoli bo'lib, asosligi ruhiy kayfiyat qalaymaqonchiligi bilan munosabatlik. Nerva ojizligi mag'dursizlanish, arg'inlik, virus bilan yuqumlangandan keyingi arg'inlik, so'zilma xarakterlik arg'inlik va tushkunlashish, tashvishlanish qatorliq bir qism ruhiy kasalliklarning kasallik alomatlarini ko'zda tutadi yoki ularni o'z ichiga oladi. Nerva ojizligi yuqorqidek har xil o'xshamagan ahvollar sababidan kelib chiqqan kasallik alomatlar to'plami bo'lib, ba'zilar uni ruhiy kasallikning biri deb qaramoqda. Undaqda bu nerva ojizligininki kasallik alomatlari nimalardan iborat degan vaqtida nerva ojizligininki kasallik alomatlari birinchisi bosh va muskul og'rish, ikkinchisi sababsiz o'ruqlab ketish, uchinchisi davomli arg'inlik his qilish yoki oson herib qilish, to'rtinchisi oson ochiqlanish, mijozi tarso bo'lish, beshinchisi tashvishlanish va jiddiylashish, oltinchisi umidsizlik, tushkunlashish, kayfiyati tuvan bo'lish, yettinchisi jinsiy ojizlik yoki jinsiy qiziqishi tuvanlab ketish, sakkizinchisi orom ololmaslik, uyqusizlik yoki uyqu qalamqonlashish, to'qqizinchisi hazm qilish yaxshi bo'lmaslik. Mana bular nerva ojizligida ko'rilgan kasallik alomatlari bo'lib, bulardan ko'rilishqa bo'ladiki, yuqorqi nurg'unlagan kasallik alomatlari bu xos kasallik alomatlari bo'lmasdan, balki nurg'unlagan boshqa kasalliklarda ko'riladigan kasallik alomatlari hisoblanadi. Shunglashqa
hozirgi zamon g'arb tibobida bu kasalga tava deb qaralgan kasallik alomatlarini keltirib chiqargan boshqa kasalliklar qatorida bir taraf qilganligi uchun bu nerva ozliq degan kasallikni bu atalg'uni hozir qo'llanishdan qoldirgan, ya'ni qo'llanmaslikni qaror qilgan. Ammo men yuqorida deb o'tgandagidek Osiyoda bo'libmi Xitoyda bu atalg'u davomliq ishlatilib kelganligi uchun bizdami bu atalg'u xilila omlashgan. Yuqorqilar mushu atalg'u bilan atab kelayotgan kasallik alomatlari hisoblanadi. Undaqda bu nerva ozliqini qandaq omillar keltirib chiqargan yoki nerva ozliqi nima sababdan kelib chiqadi degan vaqtida nerva ozliqi ko'p xil kasal alomatlari to'plamidan tarkib topgan ost xarakterlik bir xil kasallik bo'lib, uning konkret sababi texi aniq emas. Ba'zilar uning sababini jismoniy jihatda ojizlashish, haddidan ziyoda charchash, tartibsiz turmush va ruhiy faoliyatlarning kengayishi deb qaramoqda. Ya'ni uning sababini yuqorqi omillardan omillar bilan munosabatlik deb qaramoqda. Yana ba'zilar u kasallikni bir xil ruhiy kasallik deb qarab, uning sababini insonlarning xarakteri bilan munosabatlik deb qaramoqda. Ya'ni qisqacha qilib aytgan vaqtida bu har xil kasal alomatlardan tarkib topgan bir to'plam bo'lib, uning sabablari har xil bo'lishi mumkin, ammo buningki konkret sababi texi aniq emas. Undaqda bu nerva ozliqini bir taraf qilishda biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak yoki qandoq bir taraf qilish kerak degan vaqtida nerva ozliqini bir taraf qilishda oldi bilan sog'lom oziqlanish, aktiv badan chiniqtirish, tozlikqa diqqat qilish, turmushni ritmlashtirish, xizmat bilan orom ilishni muvofiq tangshash kerak. Ondan konkret kasallik alomatlariga asosan tuvandagidek bir taraf qilishga to'g'ri keldi. Birinchisi ulab davolash, ya'ni massaj qilish. Ikkinchisi doktorga ko'rinib umumyuzlik sog'lomlik tekshirish ilib berish. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek bu nerva ozliqida bo'ladigan kasallik alomatlar bu xos kasallik alomat bo'lmasdan balki nurg'unlagan kasalliklar sababidan kelib chiqadigan kasal alomatlar bo'lg'achqa biz doktorga berib umumyuzlik sog'lomlik tekshirish orqali bizda bo'lgan ba'zi yo'shurun kasalliklarni, ya'ni yuqorqidek alomatlarni keltirib chiqargan ba'zi yo'shurun kasalliklarni bayqashimiz mumkin. Shunglashqa doktorga ko'rinib umumyuzlik sog'lomlik tekshirish nihoyatda muhim. Bu tekshirishda agar ma'lum kasallik bayqalsa, shu kasallikni davolashga to'g'ri keldi. Uchinchisi psixika doktorga ko'rinish va psixikalik davolash ilib berish. To'rtinchisi tushkunlashish va tashvishlanishga qarshi dori ishlatish. Beshinchisi mush kasal alomatlariga qarab, ya'ni bo'lib bosh og'rishni bir taraf qilish, andan keyin uyquni yaxshilash. Bular mushu nerva ozliqini bir taraf qilishda qo'llanilgan asosli usullar hisoblanadi. Bugungi bu nerva ojizligi to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.